o'zining yolg'on va tuhmat gaplari bilan ijtimoiy tarmoqlarda tanilgan muallifning bu galgi chiqishini har qachongidek yolg'on. Masalan, muallifning Saida Mirzayevaning jamoatchilik obrazi bilan o'zbek ayollarining haqiqiy muammolari o'rtasida uzilish bor degan fikri haqiqatga mutlaqo to'g'ri kelmaydi. Yangi O'zbekiston siyosatining o'ta muhim va ustuvor yo'nalishlaridan biri ayollarimizning turmush sharoitini yaxshilash, ularga o'zlarining ko'rsatishlari uchun qulay shart-sharoitlar yaratib berish hisoblanadi. Ayni paytda O'zbekistondagi 770 mingta mikro, kichik va o'rta korxonalarning 27% ayollar tomonidan boshqarilmoqda. Ayol tadbirkorlar tomonidan kiritilgan umumiy investitsiyalar hajmi 380 million AQSh dollarini tashkil etdi. O'zining yolg'on va tuhmat gaplari bilan ijtimoiy tarmoqlarda tanilgan muallifning bu galgi chiqishini har qachongidek yolg'on. Masalan, muallifning Saida Mirzayevaning jamoatchilik obrazi bilan o'zbek ayollarining haqiqiy muammolari o'rtasida uzilish bor degan fikri haqiqatga mutlaqo to'g'ri kelmaydi. Bu Saida Mirzayeva shaxsiga nisbatan tuhmat. Shu kunga qadar hech kim Saida Mirzayevani bunday intilish bilan ayblamaganligi ham bu fikrimning isboti deyishga haqliman. Yangi O'zbekiston siyosatining o'ta muhim va ustuvor yo'nalishlaridan biri ayollarimizning turmush sharoitini yaxshilash, ularga o'zlarining ko'rsatishlari uchun qulay shart-sharoitlar yaratib berish hisoblanadi. Iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi tahlillariga ko'ra 2018-yildan boshlab O'zbekistonda zamonaviy gender siyosatining yangi va samarali tizimi yaratildi. Bu borada muhim qonunlar qabul qilindi va ular amaliyotga izchillik bilan joriy etilmoqda. Gender tenglikni ta'minlash bo'yicha milliy strategiya va ayollar daftari tizimi joriy etildi. Ushbu tashabbuslar orqali 4,5 millionga yaqin ayollar har taraf tomonlama qo'llab-quvvatlandi. Bu juda ham katta raqam. Huquqiy kafolatlar mustahkamlandi. Genderga yo'naltirilgan budjetlashtirish tizimi joriy etildi hamda ayol rahbarlik uchun xalqaro muloqot maydonlari tashkil etildi. 2017-2025 yillar davomida O'zbekistonda ayollarning siyosat, davlat boshqaruvi va ilm-fan sohalaridagi roli sezilarli darajada oshdi. Jumladan, ularning ulushi parlamentning qonunchilik palatasida 32%, senatda esa 27% yetdi. Bu Shanxay hamkorlik tashkiloti doirasidagi eng yuqori ko'rsatkich hisoblanadi. Oliy ta'lim muassasalari tahsil olayotgan qizlar soni 11 martaga oshib, 724 ming nafarga yetdi. Fan sohasida faoliyat yuritayotgan ayollar soni esa 6200 nafarni tashkil etdi. Bu ko'rsatkich mamlakatimiz ilmiy kadrlarining 48%ni tashkil etadi. Oliy o'quv yurtlarida o'qishda ayollar uchun kvotalar ajratilyapti. Foizsiz kredit va grantlar tizimi amal qilmoqda. Bu esa 10 minglab bakalavr va magistrantlarga to'liq davlat mablag'lari hisobiga ta'lim olish imkonini beryapti. Uy-joy bilan ta'minlash borasida ham ayollar davlat tomonidan jiddiy ravishda qo'llab-quvvatlanmoqda. Ular davlat boshqarumi tizimidagi lavozimlarning 35%ni, siyosiy partiyalardagi o'rinlarning esa 44%ni egallab turibdi. Shu bilan birga kadrlar zaxirasida 15 ming nafar ayol rahbar mavjud. O'zbekistonda ayollar tadbirkorligi ham jadal rivojlanmoqda. Mana shu o'tgan davr mobaynida ayollar biznesini qo'llab-quvvatlash uchun 1.4 milliard AQSh dollar miqdorida mablag' ajratildi. Ayollar daftari ishtirokchilaridan 36 ming nafar ayol 30 million dollarlik imtiyozli kreditlarga ega bo'ldi. Ayol tadbirkorlar soni 7 barobar oshib, 2.1 million nafarga yetdi. Ya'ni umumiy band aholining 42.7%ni ular tashkil qilmoqda. Bugungi kunda mamlakat bo'ylab 200 ta maxsus markazlar faoliyat yuritib, ular ayollarning mehnat bozorida talab yuqori bo'lgan kasb va ko'nikmalarga o'qitmoqda. Bu esa ularning daromadlari va iqtisodiy imkoniyatlarini yanada kengaytirishga xizmat qilmoqda. Ayni paytda O'zbekistondagi 770 mingta mikro, kichik va o'rta korxonalarning 27% ayollar tomonidan boshqarilmoqda. Ayol tadbirkorlar tomonidan kiritilgan umumiy investitsiyalar hajmi 380 million AQSh dollarini tashkil etdi. So'nggi 8 yil ichida moliyaviy hisobiga ega ayollar soni 2 barobar oshib, 50% ga yetdi. Mamlakatda 56 mingdan ortiq ayol rahbar kompaniyalar faoliyatini boshqarib, milliy biznes rivojida faol ishtirok etmoqda. O'zbekiston gender tengligi sohasida
xalqaro nüfuzini mustahkamlamoqda. Mamlakat gender tengligi indeksida 158 davlat orasida 52-o'rinni egalladi hamda Jahon banki reytingiga ko'ra eng ilg'or 5 ta islohotchi davlat qatoriga kirdi. Mamlakat qonunchilikda tenglikni ta'minlash borasida Markaziy Osiyoda yetakchi davlat sifatida e'tirof etildi va ayollar bandligi 12% ga oshdi. 2030-yilgacha mo'ljallangan gender strategiyasi amalga oshirilmoqda. U ayol rahbarlar ulushini oshirish, moliyaviy manbalarga yetarli kirish imkoniyatini kengaytirish hamda oilalar daromadini o'sishini ta'minlashga qaratilgan. To'g'ri, ayollarga tegishli hamma muammo to'la hal bo'ldi deyishdan yiroqmiz. Lekin ayollarimiz ishonishadiki, ularning davlatlari u masalalarning ham yechimini albatta topadi. Xullas, yuqorida men keltirgan raqamlar, ma'lumotlar yangi O'zbekistonda ayollarning hayotini yaxshilash, ularga o'qish, ish, tadbirkorlik qilish, kasb o'rganish, uy-joy bilan ta'minlashda alohida sharoitlar yaratib berilayotganligini ko'rsatib turmoqda. Mana shu tufayli bugun o'zbek ayoli o'z hayotidan mamnun holda yashamoqda. Shu bois sizning ayollar uchun hech ish qilinmayapti degan yolg'on va tuhmat gaplaringiz mabodo ularga yetib borsa, siz ayollarimizning qarg'ishiga qolishingiz mumkin.